Uyda shuncha ishtir futbolga ketib qolgan bu. Borma dedim shu futbolga. Bor kuching bilan tep. Davay. O'ldiraman bu. Ha? Assalomu alaykum. Abdulaziz bormi? Yo'q Abdulaziz. Ana turibdi-ku. Hozir kelibdi-da, derazadan kirgan. Sizlar 6-qavatda turasizlar-ku. Ey, yo'qol, bormaydi hech qayerga. O'zayol qilib. Hey, endi nima qilamiz? Futbol o'ynamaymizmi? Yo'q, Sardorda ko'p to'g'ri olamiz. Ket. Qayerga ketyapsan? Futbolga? Yana futbolmi? Men aytdim-ku senga futbolga borma, shu jo'ralarga qo'shilma dedim. Men aytibman, bormaysan hech qayerga. Ayam ruxsat berdi. Ertaroq qayt. Xudo bilasra. Bir kun shunaqa bo'lishini bildim. Mana doktor, mana oyoq bilmayman, qayerda singan, men bersinganmi? Jim bo'la. Mana qarang, ishlamaydi. Mana u ishlamaydi. Men oxirgi marta aytibman, yana bir marta futbol o'ynasang, meni qaytib ota dema. Bu qayerda yuribsan? Bugun 9 bilan muhim futbolimiz bor. Borasanmi? Yana bir marta futbolga borsang, meni qaytib ota dema. Bo'pti, Sholiyor aka, kechroq kelaman. Onangni emgir. Let's go, la la la. Bitch, I'm a lot 10 yoshli bola metal arifmetikadan sovrinli birinchi o'rinda olib, uydagilarga muzlatgich sovg'a qildi. Nima qilyapsan? Kung fu o'rganyapman. Undan ko'ra metal. Mental arifmetikani o'rganasan. Nimani o'rganding? Savol bering. 2 ni ko'paytirib 5 ga qo'shgan 10 ni, ayirgan 20 ning javobi? Nima? Yo'q, hisob kitob bilmayman, faqat qiliqdan o'rgandim. Bunday Ingliz tili fanidan birinchi o'rinda olgan yoshlarimizga avtomobil sovg'a qilindi. Metaningni yig'ishtir, ingliz tilini o'rganasan. O'g'iltoy, dars qanday bo'ldi? Nimani o'rganding? Oh my god, come on, yes. Juda tanish so'zlarda qayerdadir eshitganman. Yangiliklar bilan tanishing. Jim. Yosh bokschi Qulpiddinga 2 xonali uy sovg'a qilindi. Nima? Ingliz tilingni yig'ishtir. Boksni o'rganasan. Dada, televizorda nimani aytdi? O'shan o'rganolmayman-ku. Nimadir dedingmi? Yo'q, o'zim tog'ma bokschiman. Seni uyda o'zim shug'ullantiraman. Ur! Neden doktorga bormaymizmi? Bog'lab qo'ydim-ku. Ayamni shtonni bog'lab qo'ydingiz-da. Ko'p gapirma, tep. Boksyorlar tepmaydi-ku. Seni ustun tarafing ham shunda bo'ladi, tep. Salom alaykum. Nima bo'ldi? Oyog'im sindi. Boyka! Televizorimiz qani? Televizorimiz o'g'irlab ketibdi, yaramaslar. Mayli, internetda yangisini olarmiz. Kerak emasdir. Nana kerak emas. Zo'rda olamiz. Kerak emas. Mana bu biz televizormi? E'lonni o'chirish esimdan chiqib ketibdi-ku. To'poy. Men Ay, og'riydi-ku. Keling, qaysi mevadan beraman? Olma bor, nok bor, anor bor, bunisi olmadan bor, banan bor. Qaysidan beray aka? Qaysi? Keling, aka, qayerga ketyapsiz? Uka, men seni zo'r o'chiraman. Klient tushunmayapti. Aka, ertadan ishga kelmay qolgan, boshqa joyda ishlagan. Aka, nima deyapsiz? Insonmisiz? Yaxshi ishlayapman-ku. Harakat qilib ishlayapman. Pul kerak aka, uni qilmang. Yo'q, bugundan demadim, ertadan kelmay qolgan. Jo'ra, yana ishlaydi bor. Hamma chayka deydi. Nima qilay? Ishlashim kerak. Qiynalib ketdim. Jo'ra, nima qilay? Onang tez gapirmaydi. Dadang tez gapirmaydi. Bu yoqda nimadir neto ketyapsan? Bir dadangni so'rab ko'r. Senga faqat hazil bo'lsa bo'ldi. Yo'qol.
Aka qarang, shuni tushunmayapman-da. Necha mahaldan chilar ekan bular? Ha, qarang, aka, men birinchisidan 3 mahal ichasiz, ikkinchisidan 4 mahal, uchinchisini ovqatdan keyin ichasiz. Oshqozonni yomon qilib qo'ysin. Tushunasizmi? Aka, shu o'rtada yana boshqa dorixona yo'qmi? Yana shunaqa bo'lyapti. Nimaga? Aptekadan bo'shatib yubor, jo'ra ishlashim kerak. Nima qilay? Maslahat ber. O'sha gap Samir dadangni so'rab ko'rishing kerak, lekin Senga hazil bo'lsa bo'ldan uraman hozir. Yo'qol. Assalomu alaykum. Liderburgga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Menyuda nimalar bor? Hot dog, lavash, katta lavash, kichkina lavash, gamburger, cheeseburger. Nima? Hot dog, lavash, katta lavash, kichkina lavash, gamburger, cheeseburger. To'g'risi, gapingga umuman tushunmayapman. Ha, shunga yozib bera qolgin. Ha, yaxshi. Hot dog, lavash, katta lavash, kichik lavash, cheeseburger. Yozuvgan buncha tez, Dada, sizdan bitta so'ramasam bo'lmaydi. Men sherimga charchab ketdim. Nima uchun men tez gapiraman? Siz unaqa gapirmaysiz, onam unaqa gapirmaydi. Nima uchun aynan men shunaqa gapiraman? Menga shuni tushuntirib bering. Tushuntiring. ha endi bolam xafa bo'lish kerak emas bundan. To'g'rimi qo'shni? To'g'ri. Dadang gapiga qo'shaman. Dadang to'g'ri gapiryapti. Bundan xafa bo'lma, jiyan. Dadam men tezga Men hazillashib aytdim lekin. Mana qishlog'imizga bahor ham kirib keldi. Anqayma tezlash somonlarni tushirish kerak pastga. O'zi qishda olib chiqdik-ku tepaga. Yana pastga tushiramizmi? Turaversa paylab ketadi, tezlash. Svetdan keluvdik, qarzinglar bor ekan, kim bor? Ochaymi, dada? Qisay hozir ketadi. Ha, ishlaymiz. Molli yemishini berdingmi? Boya berdim, yemadi. Boya yemadi lekin. Dadam juda mehribonlar. Buni yuzimdan ham bilsangiz bo'ladi. Dada, u ketmaydiganga o'xshab, ochaymi? Keta. Bu yil tomorqaga kamroq narsa ekamiz. Gavayaga ketamiz deganda eshitilyapti. Nima ekamiz bu yil? Qara, 5 chuya kartoshka, 5 chuya sabzi, 5 chuya pomidor, bu yoqda bodring, ko'katlar, baqlajon, hamma narsa bo'lar. O'tkaylar ham xuddi shular ekdik-ku. No, adashyapsan. Bu yil daraxt ekmaymiz, daraxt. Ochmadilaring, ha? Bo'ldi 900 ketaman. Svet tuzaman deyapti, nima qilamiz? Men qaydan bilaman, dada? Siz ayting nima qilishni. Ha, bo'pti, qara. Hozir chiqasan-da, dadam yo'q edi uyda. Keyin kelarkansiz deysan, tushundingmi? Ha, bo'ldi. Davay, bor. Assalomu alaykum. Salomingni pishirib ye, ertalabdan beri taqillataman. Kunni issiqligini qara. Nimaga eshikni ochmaysan? Yoki nima? Dadang uyda yo'qmi? Boshqa safar kelaymi? Dada nima dey? Ana ishlar. Nimaga bunday qilyapsiz? Ha, shunaqa qilsa, men savdo bo'lar, baraka bo'ladi desang, tushunmaysan baribir. Shuni meni pulim bilan qilish kerakmi? Nima farqi bor? Pul-ku, senikimi, menikimi? Bering bu yoqqa, ishga kech qolyapman hozir. Sigara chakishing dadangga aytaman. Ana Akmalni o'g'liga qara. Dadasiga sparchovga qilibdi. Sparkan moshinmi? Pas. Minus 1 bu. Qani o'g'ling nima olib berdi? Meni o'g'lim qamoqda bo'lmasa olib berardi. Tegimni hech aqlaysan, bor ket. Hop. Qanday o'tirib buni ustiga mana. Kim ichadi endi buni? Uka, sigareting bormi? Yo'q. Ava bo'lmasa. Men sigaret chekmayman, aka. Ha, chekmaysan. Sen yangi ko'chib keldingmi? Ha, yangi ko'chib kelgan. Ha, tepa qavatingdan Nargiz so'rayapti o'zi seni. Kim? Qaysi? Nechinchi qavatda turadi? Ayting. Biron nima olsang aytaman. Qayerga ketyapsan? 4-etajga. Mehmonmisan? Ha, mehmonman. Boror. Amaki G'ayrat ekan uyi qayerda? G'ayrat uyi nima qilasiz? Sovchilik yo'q. Zo'r, qizi zo'r, har xilcha mashinalari bor. Tushunmadim, mashina? Endi har kuni har xil mashina tashib ketadi. Balki taksidir, bilmadim endi. Gapirib berasizmi shu vaqtda menga ozroq? Ya, uni qo'ying, boshqa taklif bor. Boshqa qizlar ham ko'p. Masalan, Narg'idomda bitta qiz turadi, zo'r, anchadan beri taniyman. Har kun sherdan o'tib qaytadi. Nima deysiz? Yo'q, kimni qizi ekan u? Meni qizim. Semichga olib ketinglar, zo'r semichga. Yo'q, voy bo'l. Zerikmayapsanmi? Ha, qulay bo'lsa o'tiraver.
Jag'ing bilan tosh ko'targanmisan, chaqmamanmi tugatib qo'yibsan. Qizg'onyapsanmi? Beraman pulini. Berasan-da, men yozib qo'yganman hammasi. Hali yozib boryapsanmi? Pas. Men past bo'lsam-chi, sen qizingni eplova, boya 3-4 ta bola bilan uyingga kirib ketdi. Bor. O, maraz, qizing uyga bolalar bilan kirib ketdi deganning o'zini bolalari ekan, nabiralarim ekan-ku. Men nima dedim? Men ham bolalar bilan dedim-ku. Yigitlar bilan demadim-ku. Sen ishkan pulni olib chiqding? Pasho. Let's go. La la la. Bitch, I'm a lot. Ha, nimaga kulyapsan? Gapir, biz ham kulaylik. Nimaga? Gapir. Endi dadim kelyapti ekan. Nima? Bolalar pul tashashib, dadamni boshqa joyga mehmonxonaga ham olib boraylik. Bu yoqqa qanday olib kelaman? Nima haqda uyimizga? Gulda uyimiz bor-ku. Uyimizda gul bor demoqchi edim. O'zimiz tozalaymiz ha bolalar. Davay. 5 kara 5. 86. 73. Tur. 93lik. Ha, yaxshimisizlar? Yaxshi o'qiyapsizlarmi? Yaxshi yashayapsizlarmi? Chekyapsizlarmi? Yo, umma. Hazil. Hechkana ovqat yeymiz. Qordoq yeymiz. Qovurdoq. Go'shtli ovqatmi? Go'sht? Hammamiz yig'dik-da. Olib chiqib qo'ysak bo'lmaydimi buni? Kitob o'qiyapsizlarmi? Uzr. O'g'lim hojatxonada qog'oz qolmabdi. Ha, qog'oz. Qog'ozmi? Mana. Ye. Hazilkash. Mana, dada. Yashirib ishlatayotganmiding? Yo'q. Pul hamma kvartiradan chiqib ket. 2 oydan beri ijara to'lamaysan. Kim baqiryapti? Obing budjet boshlandimi? Voy, papaska, kronis, aka qancha qarz o'zi? 2 oy. Voy, 2 oylik ekan. U xalq o'rami, odam jonmas ekan. 3 oylik. Rost olavering. Holisingiz olib borib beraman. Qayga bo'pti oldim. Bolalar yaxshi o'tiringlar, men ketdim. Xo'p. Aka, sog' bo'l. Gap yo'q, buncha pulni qayerdan olding? Jo'ra, pulni o'ylamaslik kerak. Pul keladi, ketadi. Sen kontraktdan berib yubordim. Nima? Ertaga darsga borish kerak.